Assalomu alaykum aziz o'quvchilar. Bugun sizning e'tiboringizga buyuk shoir, tarixchi, davlat arbobi va harbiy sarkarda Zahiriddin Muhammad Boburning 543 yilligiga bag'ishlangan shoir ko'ngli va shohlik mas'uliyati deb nomlangan davra suhbatini taqdim etamiz. Endi esa sizlar bilan mavzu yuzasidan biroz savol-javob o'tkazamiz. Tayyormisizlar? Bobur qachon va qayerda tug'ilgan? Zahiriddin Muhammad Bobur 1483 yil 14 fevral Andijonda tug'ilgan. To'g'ri. Tabriklar. Keyingi savolimiz, Boburning otasi ismi kim edi? Yoshlar Mirzo. To'g'ri. Tabriklar. Keyingi savolimiz, Bobur yoshligida qaysi tillarni mukammal o'rgangan? Fors va turk tillarini. Tabriklar. Bobur necha yoshida otasi vafot etadi? 11 yoshda otasi vafot etadi, 12 yoshda. Tabriklar. Bobur 1483 yil 14 fevral kuni hozirgi O'zbekiston hududidagi Andijon shahrida tug'ilgan. Uning otasi Umarshayx Mirzo Farg'ona viloyati hukmdori bo'lib, Temuriylar sulolasidan edi. Onasi Qutlug' Nigor xonim esa Chig'atoy xonlari avlodidan bo'lgan. Ey yuzi nasrin qomati shamshod, necha qilursen jonim bedod, sen kibi buka shevasi bisyor, bilmadin ey yor hech kishi yo'q. Javrada nodir zulmatda mohir, ishvada qodir g'amzada ustod, yor g'amidan hashri alamidan, sabr kamida nolayu faryod. Boburi bedil ey qudri qotil, jabringga moyil zulmingga muhtoj.